Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. Mutaxassislar Uyg'ur qizlarining Xitoy erlari bilan majburiy nikohlanishining G'arbda diqqat qo'zg'aganmaslikligi sababli haqida to'xtaldi. Pokistondagi odam bomba hujumida o'lganlarning soni 11 ga yetdi. Xabarlarimizning oxirida Uyg'ur binokorligining alohidaligi haqida to'xtalamiz. Tövəndə diqqətlə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Erkin Asiya radiosu xəbəri. Uyğurlarning Xitoylar bilan to'ylish nisbatining Xitoydagi boshqa millatlarga selishtirganda eng tövən dərəcədə ekanligi Xitoy tədqiqatçıları tərəfindən təkidləb o'tilgan bir reallik. Ammo Xitoy yaqin yillardan buyon Uyg'ur diyorida millatlarning o'zaro qo'shilib ketishini tashabbus qilib, Xitoylar bilan nikohlangan Uyg'ur va boshqa yerlik millat yoshlarini millatlar ittifoqlik namunasi deb targ'ib qilmoqda. Şunun bilan bir vaqtda Xitoy ülkelerindeki Xitoy yoshlarini Uyg'ur eli kelib, Uyg'urlar bilan to'ylashga rag'batlantirmoqda. Yana kelib Xitoyning milliy assimilyatsiyasini tashabbus qilgan bu xil siyosat tadbirlari millionlagan Uyg'urlar yig'ib olish lagerlari qamalgan bir favqulodda mazgilda yuqori baldaga ko'tarilmoqda. Xitoyning hukumat xabarlarida ma'lum bo'lishicha, 2019-yil 4-may kuni Guma nahiyalik hukumat tarmoqlari 77 jup yoshning kollektiv to'y marosimini dag'dug'liq o'tkazgan. Mazkur sin xabarda kollektiv to'y marosimi o'tkazganlar orasida Xitoylar bilan to'ylashgan Uyg'ur qizlarining ma'lum nisbatni egallaydiganligi ma'lum bo'lgan. Bu xabar chet ellardagi Uyg'urlar ko'p qo'llanayotgan ijtimoiy taratqularda jiddiy inkas qo'zg'amoqda. Bu vaqtda o'zining Facebook betida inkas qaytargan Amerikadagi Uyg'ur ziyolisi, optika injeneri doktor Erkin Sidiq o'z qarashlarini o'ttirib qo'yib, bu xil ahvol garchi Uyg'ur jamoatida jiddiy inkas qo'zg'ayotgan bo'lsa-mu, ammo g'arb matbuotlarida tegishli diqqat qo'zg'amayotganligini ta'kidlab o'tdi. U Uyg'ur elidagi mavjud masalalarni dunyoga anglitishda chet ellardagi Uyg'urlarning aktiv va tadbirlik bo'lishini talab qildi. Uningdan boshqa yaqinda yana Xitoy ülkeleridagi Xitoy bo'ytaq yoshlarini Uyg'ur diyoriga kelib Uyg'ur qizlari bilan to'ylashga va zo'r summada mukofot olishga da'vat qilingan bir uchurmo Twitterda keng tarqalmoqda. Bu vaqtda Xitoyning ijtimoiy aloqa torlarida bo'ytaqlar uchun xush xabar degan temadagi uchur manbasi aniqsiz bir suratlik yozma tarqalgan. Uningda Qog'iliq noyisining yangi siyosat chiqarib, har qanday bir Xitoy Uyg'ur diyoriga kelib osonlik millat qizlari bilan to'y qilsa, hukumatning bir yurish bekorlik uy va 88 ming yuanlik mukofotiga erishadiganligi, tug'ilgan bolasining 18 yoshga kirguncha oyda 800 yuanlik ta'minotdan bahramand bo'lganligi bayon qilingan. Amerikadagi Washington shtatlik universitetining tadqiqotchisi Darren Bayler buning haqiqatan jiddiy bir masala ekanligini, ammo bu masalaning g'arb matbuotlarida yetarli diqqat qo'zg'aganligini bildirdi. Darren Bayler bu haqda fikr bayon qilib, o'zi Uyg'urlarning ahvolini yaxshi bilgachga bu masalaning Uyg'urlarga olib keladigan salbiy oqibatlarini his qila oladiganligini, ammo g'arbdagi Uyg'urlarni ancha bilib ketmaydigan kishilar uchun millatlar aro to'ylashning alohida bir masala sifatida qaralmaydiganligini, buning uchun Uyg'urlar Xitoy hukumati tomonidan nikoh erkinligi cheklangan, majburiy va siyosiy maqsad chiqish qilingan nikoh masalalarini dunyoga aktivlik bilan anglitish zarur. Chunki Uyg'ur qiz ayollar uchrayotgan bu masalaga tegtakdan aytganda inson haqlari dafsanchiligi bo'lib qolmay, balki o'z navbatida yana irqiy qirg'inchilik masalasi ekanligini ta'kidlab o'tdi. Pokistonda Data Darbar maqbarasi oldida amallikni saqlayotgan saqchi avtomobil nishon qilingan bomba hujumida o'lganlarning soni 11 ga yetdi. Yerlik matbuotlarning xabarida Panjab o'lkasining markazi Lahorda tungun kechda yuz bergan hujumda o'lgan 11 kishidan 5 kishining saqchi ma'mur ekanligi va birisining 13 yoshli kichik bola ekanligi uqtirildi. Hujumda yarda bo'lgan 26 kishidan 2 kishining ahvolining intayin og'ir ekanligi va shahardagi har qaysi doktorxonalarda davolanayotganligi bildirildi. Panjab o'lkasining bosh ministri Osman Bozdar Lahordagi Mayo doktorxonasida balnistik elingan yardorlarni ziyorat qilib, hujum haqida tekshirishlarning boshlanganligini va yardorlarning ahvoli qarata 100 ming rupiyadan 500 ming rupiyaga yordam qiladiganligini bildirdi. Panjab o'lkalik bosh ministr bayonotchisi Shahbozgil hujumdagi odam bombining 15 yosh atrofida bir o'g'il bola ekanligini e'lon qildi. Tungun hujumga uchragan Datar Darbar maqbarasi Pokiston bo'yicha eng ko'p ziyorat qilingan maqbaralar qatorida sanaladi. 11-asrda mazkur rayonda yashagan mutasavvif Said Ali bin Osman Hojiverning bu maqbarasi Janubiy Osiyodagi eng cho'ng so'pilar mazar bo'lib hisoblanadi. Uyg'ur binokorlik san'atining alohidaligi. U Toshqoral davridan boshlab shakllangan bo'lib, dastlab e'tiqod yuzidan tog' cho'qqilariga simvol qilinib, siziqcha, o'yma, agmi shaklda borliqqa kelgan. Keyin yana oy, kun, yulduz qatorliq osmon jismlari nur manbasiga simvol qilingan. Yulduzsimon geometriyalik siziqchalar takshi yuz o'yma, qapratma o'ymaga qarab rivojlangan va u tam rasmlari haykaltirashlik bilan organik holda mukammal shakl orqali birlashtirilgan. Hatto munar, gumbaz, darvoza, ishik beshi, takchi uyiqi, mo'ra, peshayvon, mihrab, turklardan taraqqiy qilib gilam, badam do'ppa, taqiya qatorliq bosh kiyimlari, do'bilg'i qalqon,
at, ulaqlarga to'qiydigan egar, lingirchaq, o'zanga, hayvonlarning cho'qaylari qatorliq kundalik turmush buyumlariga singib, parlaq madaniyatning guvohchisi sifatida mamlakatimiz va dunyo madaniyatini betdi. İslamiyetdan keyin Uyg'ur binokorlik san'ati asosligi Otushdagi Sulton Sutuq Bug'roxon maziri, Qashqardagi ulug' olim Mahmud Qashqari maqbarasi, Yusuf Xas Hojib maziri, Idgoh jomasi, Abbaq G'o'ji maziri, Yakandagi Chiltan, Qirg'iziston maziri qatorliq Uyg'ur xalqining dunyoga mashhur nurg'ulg'an qadimiy madaniy meroslarda saqlanib kelayotgan ho'yla-aram, uy imoratlarda gavdalik holda o'z ifodasini topdi. Uyg'ur binokorlik san'ati tövandagidek alohidalikka ega. 1. Ranglik rasmlar, mehmonxonaning eshiklariga, tomlarning takcha, mihrab yanidagi bo'sh o'rinlarga, ravoq va sarrablarga, masjid madrasalarning xolilariga, peshayvon ayvonlarga sir bilan o'z xos shakl va uslubda har manzarlar, lo'nqa va gullar siziladi. Bundaq rasmlar eng yuqori mahorat bilan selishtirma farqi kuchlik, ammo bir-biriga moslasha oladigan ranglar ishlatilib, Uyg'urlarning rangi bo'lgan qiziqishi va hissiyotini ifodalab berdi. 2. Uyg'ur binokorligida sir bilan sizilgan ranglik naqshlar ishlanadi. Lekin gaj va tog'ochi o'yma naqshlar asos qilindi. Gaj oq, siliq bo'lib qetishchanlik tez, mashg'ulot oddiy. 3. Qishlarni tizib har geometrlik naqsh hosil qilish buning bir xili. Bu binolarning lampalari va palampaylarda ifodalandi. Ya'ni lampa va palampaylarga 3 burjak, 6 burjak va chos shaklli qishlarni tizib chiqilib, nihoyat chiroyli naqshlarga aylantirilib, binoni ko'rkam va haybatli tus kirgizildi. 4. Kahish. Uyg'ur binokorlikda ishlatilgan kahish asosan yeshil va zangar rangda bo'ladi. Buning boshqa yana binafshi rang, hol rang, oq rang qatorliq ko'p xil rangli kahish va qopratma chiqaradigan kahishlar bor. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.